Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli musofir deyilgan yurtdoshlar. Bugun ko'chmas mudimiz Xudo xolasa Urganch shahrining markazida Xorazm Palas eski saytni teganda 4 qavatli binoni 3-qavatida o'rtalikda joylashgan, tarsivoy emas, o'rtalikda joylashgan 2 xonali kvartiramizni 2 xonali kvartirani 3 xona qilib qo'ygan kvartiramiz bu. Kanalimiz hurmatli obunachilar, joyimizda gap yo'q, remontlari yevro qilingan. Girganning umonliklar qo'yib turibdi. Gaz, svet, sudan muammo yo'q, transportdan aytmoq kerakmaydi. Endi joyni sotib olaman, ijaraga qo'yaman deb yurgan aziz do'stlar, yana shuni olsangizlar mabodo olganda nasib qilsin, ijaraga 300-400 dollardan turadilar. Şimdi bir savunuz yo'lim ona. Davobishni narsam bor ekan, nasoschasam bor ekan. Tak, birimiz oshxonasi ekan. Ayollarimiz endi oshxona ko'pincha, yana shunday bir oshxonasi ekan. Hammalari remontlari yevro qilib sotilgan chiroyli joy etib qo'ydilar. Bu yonimizda, do'rimizda kladovka qilingan ekan. Xonalari alohida qilingan aynan do'rimizda kladovka ekan. Bu yonimiz bir xonasi, bu yonimiz bir xonasi ekan. Bu yerimizda mehmonxonasi qilib qo'ydilar ekan. Bu yanımızda spalnik qilib qo'ydilar ekan. Tak, 3 xona deydilar. Devorlarimiz abo'y, patologlarimiz natijli ekan. Berimiz mehmonxona qilib qo'ydilar, berimizdan devorlari abo'y, patologlarimiz natijli qilib qo'ydilar ekan. Bemalol telefon orasida kanalimiz hurmatli obunachilari, agarda xohlovchilar bo'lsa, reklama chiqarib, tez qulay sotib berib, shu joyimizdan layklarni bosib, do'stlaringizga yuborib qo'yinglar. Do'stlaringiz qidirib yurgan yerda, yana ko'p odamlar bellardan so'raydi, shu yerdan yo'qmi? Bir joy do'stim olatiri, shunga joy qidiribman deb aytadilar. Shular aynan Xudo xolasa 3-qavatda o'rtalikda joylashgan 2 xonali 3 xona qilib qo'ydilar. Bemalol telefon beringlar. Do'stlaringizga tarqatishsa, layklarni bosishni yordamlashib turinglar. Shunday joylardan tez-tez chiqarib turamiz yana. Narxi ekranda yozilib turadi. Bemalol telefon qilaverasizlar.